JavaScriptda o'zgaruvchilarni yaratishni demak bugun o'rganamiz. O'zgaruvchi nima? Ingliz tilida asosan variable degan so'z ko'p ishlatiladi va biz xalqaro kompaniyalarda ishlayotganimizda demak variable so'zini eslab qolishimiz kerak. Lekin o'zbekchasi o'zgaruvchi degan. Endi o'zgaruvchilarni JavaScriptda yaratishni 3 xil turi bor. Ya'ni kalitini deylik. 3 ta kalit bor. Shunaqa deb eslasanglar, yodinglarda balkim yaxshiroq qoladi. Kalitdan mana var, let va const degan kalitlar bor. Shunaqa deb eslab turaylik. Kalit deganda nima? Demak, biz kompyuterga varni aytamiz. Var deganimizda biz o'zgaruvchi yaratishimizni kompyuterga aytamiz. Yoki let yoki const bilan ham xuddi shunaqa kompyuterga aytamizki, biz o'zgaruvchi yaratamiz. Demak, xuddi tayyor tur yoki qanaqadir xotira ajrat o'shan uchun degan narsa bilan bir xil. Xo'sh, endi o'zgaruvchini o'zi nima? O'zgaruvchini o'zi biz bitta quti deb tasavvur qilaylik. Uni qutini ichiga biz qiymatini solamiz. Value. Demak, value degan narsani ham eslab qolishimiz kerak. Xalqaro kompaniyada ishlaydigan bo'lsak, qiymat degani o'zgaruvchilarning qiymati bo'ladi. Endi o'sha qutichani ichiga o'zgaruvchini qiymatini solib qo'yamizda, ustini demak yopib qo'yamiz va ustiga nomini yozib qo'yamiz. Nomi, masalan, hozir yaratib ko'ramiz. Const name. Demak, qiymati Jane. Xo'sh, bu yoqda nima bo'lyapti? Biz kalitni ishlatamiz, const, o'zgaruvchi yaratuvchi kalit. Undan keyin o'zgaruvchimizning nomi name degan narsa. Buni o'rnida ism bo'lishi mumkin. Bu o'zgaruvchining nomini demak siz berasiz. Biz hozir inglizchada beramiz nomini name. Demak, endi nomdan keyin biz tenglikni qo'yishimiz kerak. Tenglikdan keyin qiymatni. Demak, bizning qiymatimiz, berayotgan qiymatimiz Jane. Demak, kompyuterning ichida tasavvur qiling, quticha ochildi. Qutichani ichiga Jane qiymati solib qo'yildi va ustiga quticha yopilgandan keyin ustiga name deb yozib qo'yildi. Xuddi shunaqa, masalan, age, yosh degani, age-ni masalan aytaylik 26. Demak, xuddi shunaqa bo'ldi. O'zgaruvchi, demak, quticha ochildi, qutichani ichiga 26 solib qo'yildi va ustiga age deb yozib qo'yildi. Xuddi pechat urilgandek, demak, o'zgaruvchining nomi yozib qo'yildi. Endi bizga mana shu age o'zgaruvchisi kerak bo'ladigan bo'lsa, biz console log bilan oldingi darsda, ikkinchi darsda o'rgatganman. Demak, o'zgaruvchilarni chaqirish yoki qiymatini chiqarish. Biz demak, o'sha qutichani xohlaganimizda, qutichani ichini ochmoqchi bo'lganimizda, demak, ustidagi nomi bilan chaqiramiz. O'sha ustidagi nomi demak age. Shunaqa deb hozircha tasavvur qilaylik. Demak, o'zgaruvchilarni agar mana age ni chaqiramiz, console logga kirish uchun sichqonchaning o'ng tarafi va ruscha bo'ladigan bo'lsa, sizlarda prosmotr kod bo'ladi, menda inspect. Va tepadan konsolga kiramiz. Konsolga kiramiz va 26. 26 ni ko'rsatib turibdi. Demak, biz o'zgaruvchimizni konsolga chiqardik. Demak, endi o'zgaruvchilardan aytganimdek var bor, kalitlardan let va const bor. Farqi var eski JavaScript deganda JavaScript ham yangilanadi dasturlashtirish sifatida. O'sha ES5, ES4, ES3 shunaqa versiyalari bor. ES6 dan keyin, masalan, ES6 da varni yangi programmistlar, developerlar yoki o'sha injenerlar ishlatmay qo'ygan var kalitini ko'p. Nimaga? Var kaliti juda ko'plab muammolar olib kelgan. Masalan, bu demak Windowsda global koordinata deyiladi. Window deganda masalan brauzer cache-da ko'pincha saqlab qolib, agar bizada masalan name-ni o'chirib tashlab qaytadan qiymatini biron Michaelmi deb bergan bo'lsak, bu Windowsda saqlanib qolganiga Michaelni olish o'rniga ba'zida o'sha Jane'ni olib yorishi yoki shunaqa bir muammolari bo'lgan. Undan tashqari bitta narsa bor, scope degan narsa bor.
scope degan narsa bor JavaScriptda. Scope deganda function scope, ya'ni funksiya scope yoki if else scope. O'shanaqa scopedan tashqarida ham varni ba'zida qiymati demak ko'ringan. Qaysiki xavfsizlik nuqtai nazaridan yaxshi narsa emas. O'shaning uchun tavsiya etiladi biz o'zgaruvchi yaratayotganimizda let va constni ishlatishni. Endi let va constga o'tishimizdan oldin varni masalan bitta yana xatolardan bittasi mana o'zgaruvchi yaratyapman var name. Endi yana o'zgaruvchi yaratyapman var botda Michael bot. Bu yoqdagi xato, hozir biz ikkita bir xil o'zgaruvchi yaratib qo'ydik. Qaysiki dasturlash nima desam ekan, nuqtai nazaridan optimal emas. Demak, bizda xato chiqarish kerak edi. Chiqarish kerak aslida agar dasturlash tili o'sha yaxshiroq dasturchilar bir xil nomli ikkita o'zgaruvchi yaratmaydi. Nimaga? Chunki bu programmada ko'plab xatolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun mana var bizga aytmayapti bu yoqda xatolik borligini. Biza ikkita bir xil nomli o'zgaruvchi, qiymati har xil bo'ladigan bo'lsa ham, nomi bir xil o'zgaruvchi yaratib qo'ydik. Bu xatoni aytmayapti. Endi let bilan yaratib ko'ramiz, xuddi shu narsani. Demak, let deydigan bo'lsak, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, tagiga chizadi. Tagiga chizadi, nima deyapti? Cannot redeclare block scoped variable name. Aytadiki, bir xil nomli o'zgaruvchini qayta sen tasdiqlay olmaysan, sen bu yoqda tasdiqlay olmaysan bir xil nomli o'zgaruvchini deyapti. Demak, varni yana bitta o'sha xatolardan biri nimaga optimal emasligi mana shu yerda ko'rsak bo'ladi. Endi var bilan letni